Kvadratı 3 milyon 200 ming so'mdan hovli joy. Bu kvadratda kvartira bo'ladi sizlar. 100% garantiya. Urdu universitet yanında. Şu taraftan girseniz Urdu universitet. Görtüralazi pajanlı kodları giyin. Hovli joyimiz ham katta hovli joy. Eldilari darvozadan girganda mashin qo'yish uchun joy uchun turilgan. Beni steshga aytib, mana taxasa bo'ladi, bir zilonni zona bo'ladi. Girishimiz damir eshik. Girganda shunday koridor, yerdan listnitsa ikkinchi etajga chiqib ketiladi. Söz shotchiklari tayyor. Shpakulovkadan chiqib turibdi uyimiz. Yerimiz zal. Qalasazlar davam, ishlasangiz ham bo'ladi. Belli planlarkasini qilamiz. Shaklda o'zgartirsangiz bo'ladi. Birinchi etaj plita bilan masalangan. Bu tarafimizda kuxni. Yerimiz kuxni. Arka tarafında bog'on bor. Ishurda sanuzeli bor. Tualet banyosi şöyle joylashgan. Bu tarafdan bog'a chiqamiz. Arka tarafimiz. Yan tarafimiz pajanli xot. Pajanli xotda qalasazlar bir garaj etib bo'ladi. Qalasazlar beni bir xonami bir narsa sezlar bo'ladi. Qalasazlar bir kuxni kengaytirsangiz ham bo'ladi. Şuradan yana bir o'rib, bu yan tarafdan o'rib, shu bu yan tarafi aynan qoldirib, bir eshik etib, beni kuxniyada bu yan tarafini yidamli etib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kengaytirsangiz bo'ladi bu joyni. Elden ham kengaytirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz elde tarafini bir panorama ayna qo'yib, bir 3 metr çıkıp, immunatları örüp, bir taraf bir hoca yatıp, yine bu zalın aynasını iş getirip vertip, yani girelim etip, halkalan şekilde üreteceğiz болады. Bu tarafta ikinci etaja çıkamız. İkinci etajımızda 2 spalni bir zal var. Bir tarafımız kichkina bir holat kaldırılgan. Oturadigan yer etib qo'yibdilar. Yani zalımız ham o'rnida. Kvartiradan o'lsa polis shpakulovkadan chiqib turibdi, ayna eshiklar qo'yilgan. Bu tarafımızdan bir spalni var. Bir spalni qo'llab ishlasangiz ham bo'ladi. Endi ichida spalnis. Bu yerimiz ham yana bir spalni. İki spalni, iki zal. Bir yerimizin kvadrat metri 3 milyon 200'den tushdi. Общий kvadrat yer maydoni 220 kvadrat. Urdu universitet yanında. Naqd puldan yozgan bo'lsak 700 milyon so'm deb turibdilar. Kelishidan so'ng yeri bor. Kelinglar, ko'ringlar, telefon aytinglar. Kommentarlarda o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Ko'rib turganlaringizni eldan giyin, ko'chasi ham giyin. Uning tishini dar ko'cha emas. Kommentarlarda fikrlaringizni kutib qolaman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videolarimiz yoqib turgan bo'lsa bir like. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.